qorong'ir bo'lishiga qaramasdan срочный bo'lgan variantimizga kelganmiz. Mana shu orqamizdagi yangi remontlardan chiqazib qo'yilgan oppoq 6 sotuvli xonadonimizda sotilyapti. Lokatsiyasini ham sirasi aytib o'taman. Choshtepa 1-metro bekati. Qarang, mahallasining kengligini yuring ko'rib chiqamiz. Uyimizning ichiga kirib kelar ekanmiz. Keng uzun darvozaxonadan boshlanadi. Hovlisini qaranglar. Ishkomlari qilingan va bu tomonimizda bo'lsa kengina bitta hovlisi ham bor. Xo'p, fasad razmeri 20 ga 30 bo'ladi. Bu tomondagi binoyimizda bo'lsa bitta katta mehmonxona hamda yotoqxona, ichida o'zini yuvinish xonalari bilan. Bu binoyimizni ko'rib chiqamiz. Bu uyimizning birinchi katta mehmonxonasi bo'ladi. Asosiy binoyimizga kirib kelaverishimiz kengina yo'lakdan boshlanadi. O'ng tomondagi birinchi xonasi oilaviy choy ichib o'tirish uchun joy qilib qo'yilgan va yonida oshxonasi joylashgan. Oshxonamizga hovli qismidan ham kirsanglar bo'ladi, uyimizning ichidan kirsanglar ham bo'ladi. Chap tomondagi birinchi xonasi bo'ladigan bo'lsa, bu bolalar uchun yotoqxona, mehmonxonamizning yonida ota-onalar uchun yotoqxona qilingan. Shu yotoqxonamizning yonida bo'lsa, umumiy yuvinish xonalari qilingan. Xo'p, xonalarimizning tegi 100% podvol xonalarga ajratib qo'yilgan. Bu joylarda kommunikatsiyalardan muammo yo'q, kanalizatsiya, suv, svet, gaz barcha sharoitlari bor. Narxini 240 ming dollar so'rashyapti. Egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi Choshtepa, shundoqqina 1-metro bekatining yonida joylashgan.